Salomatlik bu hamma narsa. Chunki salomatlik yo'q joyda dunyo qorong'i. Tabobat dunyosi insonni energiyasini yoki salomatligini, muvozanatini saqlovchi kerakli moddalar bilan ta'minlab kelgan. Organizmdagi har bitta organni immun tizimini muvozanatini saqlab bergandagina inson sog' va ish quvvatiga ega bo'ladi. Ganoderma lucidum degan bir o'sha qirollarni uzoq umrini saqlovchi yemish borligi. Bu oddiy qo'ziqorin emas, shifobaxsh. Unda bitta odamga kerak bo'lgan o'sha 60 xil minerallar, 13 xil vitaminlar hammasi bir-birlari bilan uyg'unlashgan, o'rtoqlashgan darajada organizmga kirsa, unda quvvat bo'lishi, shifobaxsh bo'lishini bildim. 15 yildan beri bu faoliyatda olib boryapmiz. Investitsiyani olib kelishga muvaffaq bo'ldik. Hozirda o'sha kelayotgan ichimliklar bor. Kofe, choy, shu narsalarni sashetini betda biza qadoqlash zavodi bor. Biz o'zimizdan shu vatanni yaxshi ko'ruvchi inson sifatida bu narsani amalga oshirdik. Hozirgi paytda yuqumli bo'lmagan kasalliklarni ko'payib ketayotganligining asosiy sababi bu noto'g'ri ovqatlanish hisoblanadi. Oziq-ovqat tarkibida sun'iy, yarim tayyor mahsulotlarni ko'p iste'mol qilishimiz va uning natijasida organizmni bir kunlik ehtiyoji uchun yetarli bo'lgan vitamin, minerallarning yetishmovchiligi natijasida yillar davomida organizmda bir qancha kasalliklarni paydo bo'lishiga sabab bo'lyapti. Kordigold mahsuloti inson organizmi uchun juda ham foydali hisoblanadi. Ushbu mahsulot tarkibi Cordyceps o'simligidan olingan bo'lib, Cordyceps 3000 yillik tarixga ega bo'lgan foydali qo'ziqorin hisoblanadi. Bu inson tanasida hujayralarning yangilanishi va organizmda zararlangan hujayralarni tiklash uchun foydali hisoblanadi. Jumladan, ikkinchi tip qandli diabet uchun iste'mol qilinganda organizm uchun yetarli miqdorda insulin ishlab chiqarilishini ta'minlab beradi. Nano mahsulotlardan men qabul qilishim 2021-yil Covidga chalinishim sabab bo'lib, bu mahsulotlarni reabilitatsiyaga ichib, o'zimni surunkali bo'lgan bir qancha kasalliklarimdan, 12 yillik saharniy diabetdan, ichki buqodan, bo'yin grijasi cho'rasidan, davleniyadan, insult va infarktlarning asoratlaridan qutuldim. Meni tavsiyam har bir oilaga, har bir xonadonga shu mahsulotlarni iste'mol qilib, o'zlarida bu mo'jizakor mahsulotlarning ta'sirlarini sinab ko'rishlarini istardim.